Davlatimiz rahbari davlat xaridlari tizimida raqobat muhiti va shaffoflikni ta'minlash bo'yicha navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonni imzoladi. Farmon tadbirkorlarimiz bilan tizimli tarzda o'tkazib borilayotgan ochiq muloqotlarda bildirilgan takliflarni joriy etish, xususan davlat xaridlarini tubdan takomillashtirish, ochiqlik va shaffoflikni yanada oshirish, xaridlarga zamonaviy IT yechimlarni joriy qilish qolaversa, bugungi kunda sohadagi eng dolzarb masalalarni tizimli hal etish maqsadida qabul qilindi. Mazkur farmon bilan quyidagi asosiy maqsadlar belgilab berildi. Raqobatli xaridlar ulushini 80% ga yetkazish, davlat xaridlarida iqtisod qilingan mablag'larni 25 trillion so'mga yetkazish, tadbirkorlarning davlat xaridlaridagi faolligini 2 karra oshirish, davlat xaridlarida mahalliy mahsulotlar ulushini kamida 85% ga yetkazish, endilikda to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar bo'yicha xarid qilinadigan tovar, ish va xizmatlar ro'yxati to'liq bekor qilindi. E'tiborli jihati shuki, ushbu ro'yxat bo'yicha xaridlar bundan buyon raqobatli usul, taklif so'rovi orqali amalga oshirilishi belgilandi. Jamoatchilik nazoratini yanada kuchaytirish nazarda tutilib, bundan buyon tender, tanlov hujjatlari ham savdolardan oldin jamoatchilik muhokamasidan o'tkaziladi. Xarid jarayonlari soddalashtiriladi. Sun'iy intellekt texnologiyalari keng tatbiq etiladi. Shuningdek, hujjatlarni ekspertizadan o'tkazish muddatlari ham qisqartiriladi. Davlat xaridlarida bozor narxlarini elektron hisoblab beruvchi maxsus modul ishga tushirilishi, o'rtacha narxlar esa xaridlar amalga oshirilishidan avval ushbu modul orqali shakllanishi lozimligi belgilandi. Savdolar jarayonida takliflarni baholash bundan buyon faqat elektron tarzda amalga oshiriladi. Davlat buyurtmachilari tomonidan tovar, ish va xizmatlarni qabul qiluvchi shaxslarga ishonchnomalar endilikda davlat xaridlarining elektron tizimi orqali elektron ko'rinishda rasmiylashtiriladi. Xarid komissiyasining raisi etib faqatgina davlat buyurtmachisining rahbari, uning o'rinbosari yoki ularning vazifasini bajaruvchi shaxs tayinlanadi. Keng raqobatni ta'minlash uchun elektron xaridlarda ham tovarlarni yetkazib berishning eng kam muddati belgilandi. Shuningdek, mahalliy ishlab chiqaruvchilarning davlat xaridlaridagi faolligini yanada oshirish maqsadida qator choralar belgilandi. Xususan, davlat buyurtmachilarining xarid rejalari e'lon qilingan vaqtdayoq ushbu ma'lumotlar avtomatik ravishda barcha mahalliy korxonalarga elektron xabarnoma tarzida yuboriladi. Mahalliy ishlab chiqaruvchilarga avans to'lovlarni ularning mahalliylashtirish darajasiga qarab to'lab berishga ruxsat beriladi. Davlat tashkilotlaridagi barcha xizmat avtotransport vositalari to'liq xatlovdan o'tkaziladi hamda limitdan ortiqchalari o'rnatilgan tartibda sotilishi ta'minlanadi. Yirik davlat korxonalari omborxonalaridagi tovarlarni har yili kamida bir marta xatlovdan o'tkazadi. Nolikvid tovarlarni esa belgilangan tartibda sotilishini ta'minlaydi. Yillik xarid rejalarini ham faqat xatlov natijalaridan kelib chiqib shakllantiradi. Xarid jarayonlarining korrupsiyaga qarshi kurashish tizimlari samaradorligini har 2 yilda bir marta forenzik baholashdan o'tkazadi. Davlat buyurtmachilarining xaridlarini o'tkazishga mas'ul xodimlarning malakasi muntazam oshirib boriladi.